Haqa yani ko'chaga chiqarsam meni qo'ymaysanlarmi senlar? Meni ham tinch qo'yinglar. Men ham yashashim kerakmi? Ko'chada ham yashatganni qo'ymaysizlarmi? Qarang, o'zi o'sni, o'zi tahlil etsin. Lekin narga tiyinmasin narga. Narg'ning hali var majburiy ijro mana nov keladi, boshqasi keladi. Mayli, menga qarang, men shu yerda men bir yashamayman shu yerda. Bo'ldi, ko'p gapirmang. Xudo bersin menga, katimiz shunday bir qaramiga bosh qo'shgan bolasining go'shini yesin. Shu boshqa gap yo'q. Bolasining go'shini yesin, boshqa gap yo'q. Men buni qaysi azobda qurdim buni uyda. Itday bo'lib. Shavkat Mirziyoyev Nuramonovning oldida boramanmi? Aralashmangsiz. Mayli, boraman. Men aralashganim sabab. Nimaga u yoqning tarafini olasiz, nimaga bizning tarafdan olasiz? Men hech kimning tarafini Bo'lmasa olayotganim yo'q. tarafini olsangiz, Shavkat nima Mirziyoyev o'tiradi? Nuramonovning oldida boraman men. Qonun tarafiman. Siz Qonuniy chora ko'radi. kontinentalniy yerida uy-joy quryapsiz-da, uy-joy buzmayman deyapsiz. Qanday haq Buni men yo'q? Bunday qurganman. logistika o'ylab ko'ring. Hop, men qurganman bu uyda. Buni men qurganman. Nimaga Mayli, siz qurgan bo'lsangiz, dalaga, fermer dalasiga olib borib uy quring qoni. Bo'lmasa nima qilar ekan? Qo'ymaydi. Buni soxta qilaman. Misol uchun dalaga borib bitta uy qonun yo'q ekan. Qonun yo'q, qonun yo'q. Qonun bo'lganda bunday bo'lmaydi. To'xtatib kamroq gapiring, men tushuntiray. qonun bo'lishi uchun qonuniy qilishingiz kerak ishingizni. Davlatda o'pkalab yurmang, o'zingiz boshida o'qib qo'ygandan keyin. Ular soxta qilib oladi, soxta qilib olayman men. Nima kerak? Soxta qilgan bo'lsa tergov bor edi, tergovni nima isbotladi? Soxta qilgan bo'lsa kerak menga. Bunday firibgarlik kerak emas menga. Sekin tonda gaplashaylik, iltimos. Firibgarlik bilan o'g'irlik bilan menga kerak emas menga. Firibgarlik, o'g'irlik bo'lganda tergov isbotlari. Hammasining og'zining javobi turibdi, Feruza.